Hozir ustoz jamiyatdagi ko'p o'sha noto'g'ri fikr bor-ku, men homilador qilib qo'ydim. Bo'ldi, olib ketmayapti u. Men ishimni qilib qo'ydim. Noto'g'ri fikr ekanda, to'g'rimi? Albatta, o'sha tagiga chiziq qo'yadigan bo'lsak, xuddi shu gapimizni xulosa qilgandek mazmunda erkaklar homilador bo'lgungacha, homilador bo'lgandan keyin ham, tug'ilgandan keyin ham erkak kishi mas'ul. Yana xalqimizda boshqa maqoli ham bor. Bolani tug'dirib qo'yishlik bilan ota bo'lib qolinmaydi degan. Buni ham eslaridan chiqarmasinlar yigitlarimiz. Zarfga bir savol kelib qoldi-da, kommentariya. Bo'ldi, yo'ldan unumli foydalangan holatda Shuni aqlli savol javob qilaveramiz. Bo'ladi. Qarang, savol. Assalomu alaykum. 5 haftayu 5 kunlik homilam rivojlanmay qoldi. So'ng o'zi tushdi. Doktorlar hali yoshsiz, homila qayta bo'lish uchun tozalash kerak deb majburlab tozalashdi. Mana 6 oy o'tdi, homilador bo'lmayapman. Nima qilish kerak? Endi bu mavzuni sal atroflicha gapirish kerak. Bir og'iz javob bilan to'xtatib qo'ymaylik mazmunida. Birinchi o'rinda homilani rivojlanmay qolishiga bu ilmiy ma'lumot. Buni keyin slaydlarimizdan olib slaydlarni ham qo'yib bersangiz bo'lar ekan shu joylarga. Asosan 4 ta bandda homilani bo'lishi va rivojlanmay qolishi, tushib qolishi, ikkilamchi bepushtlik degan mavzumiz ham bor, bilasiz. O'sha yerda ham shunaqa yozilganki, spermatozoidlarni ishlab chiqarilishidagi nosozliklar deyilgan. Bundan tashqari keyin ularni morfologiyasi, ularni harakatchanligi va o'sha eyakulatni tarkibidagi moddalarga bog'liq bo'ladi. Birinchi o'rinda shuni hal qilib olishimiz kerak. Bundan tashqari homilador bo'lishlikka men yigitlarga ko'pincha aytadigan narsam, faqatgina men homilador qilib qo'ydim bilan tugamaydi. Homilador qilishlikka ham erkak kishi mas'ul. Homilani ona qornida 9 oy toshishiga ham, 9 oy onasini qornida homila tinch bo'lishi uchun, ayolni asabi o'ynamasligi uchun, ayol kishi shamollab qolmasligi uchun, qo'lini sovuq suvga urmasligi uchun ham oilada erkak kishi mas'ul. Bu birinchi momenti deb hisoblaydigan bo'lsak, bundan tashqari yana xuddi shu qismda ko'p uchraydi, ko'p to'qnash keladi bizga. Homila bo'lib tushib qolyapti turganligiga xuddiki ayolning organizmi aybdordek his qilinib kelganda shu paytgacha. Shuni men aytamanki, ayol kishining organizmi emas. Bitta bog' deb tasavvur qilsangiz, hosil oladigan, shu hosil oladigan bog'ingizga chidamli, baquvvat, deylik, urug' qadasangiz, haligi yer ko'klatib beradi. To'g'rimi? Xuddi shunga, ya'ni bu iqtibosan deyiladi-da yoki metafora deymiz-ku, o'shanga o'xshagan narsa. Ayol kishi erkakning bog'i hisoblanadi. Bu bog'ga baquvvat, kuchli, ildiz otib ketadigan urug'ni qalashimiz kerak. Bizdagi bu hozirgi aytgan metaforamizdagi urug'imiz bu erkak kishining spermatozoidi. Hozir ustoz jamiyatdagi ko'p o'sha noto'g'ri fikr bor-ku, men homilador qilib qo'ydim. Bo'ldi, olib ketmayapti u. Men ishimni qilib qo'ydim. Noto'g'ri fikr ekanda, to'g'rimi? Faqat homilador qilib qo'ydim bilan ish bitmaydi. Yana xalqimizda boshqa maqoli ham bor. Bolani tug'dirib qo'yishlik bilan ota bo'lib qolinmaydi degan. Buni ham eslaridan chiqarmasinlar yigitlarimiz. Shunaqa yuqorida yaxshi tushuntirdingiz.